Oldin feromon haqida video qo'ygandim, buni ko'pchilik ko'rdi, prosmotrlar ham ko'tarilib ketdi. O'shunaqa harom xarid yo'li bilan yolg'on gapirib, odamlar aldab turib pulini oladiganlarga tegib ketib qopti shekilli. Bizga bugun aloqaga chiqdi, bittasi aloqaga chiqdi. Shu videoyingizni o'chirib tashlang dedi, o'chirmayman dedim. Chunki nimaga men bitta odamni yoki birorta brendni iminni gapirib o'tmaganman, hatto ommatan umumiy olib gapirganman, odamlar uchun olmanglar, aldanib qolmanglar deb men umumiy eslatma qilib gapirganman. U nima deyapti, telefon qilib shunaqa video qilib chiqibsiz, chopda kanalingiz bor ekan, podpischiklaringiz ketib qolishi mumkin yoki profilingizdan ayrilib qolishingiz mumkin, blok shunga o'xshagan narsalar aytdi. Qo'lingdan kelganini qil dedim. Chunki nimaga men bitta haqiqatni gapirib chiqqanman, odamlarga aldanib qolmanglar deb ogohlantirib chiqqanman. Endi nima bo'ldi? Qo'lingdan kelganini qil dedim, telefonni qo'yib qo'ydi. Qaytarib qilsam olmadi, boshqa nomerlardan qilsak tan olmadi. Men iminda hali buni tagigacha yetaman. Pastda nomerlarini ham qoldiraman, profil nomerlarini qoldiraman. U telefon qilgan odamni. Shunaqa bo'ldi, oradan bir soat, 2 soat o'tmasdan u profilimizda videolarga nakrutka urib olibdi. Bilasizlar, nakrutka urilgandan keyin profillar aktiv pasayib ketadi, videolaringiz topga chiqmay qoladi. Shunga hozir boshim qotib qoldi, nima qilsam bo'ladi? Men haqiqatni gapirib chiqqanman, yomon narsa olib chiqmaganman, odamlarga o'sha manfaatli video olib chiqqanman. Boshqa katta atirpurush akalarimiz ham video qilib chiqishdi bu haqida, aldanib qolmanglar, u musor atirlarni olmasdan. Shunga nima qilishga boshim qotib qoldi. Yordam berib olinglar yoki kommentda birorta fikr bo'lsa belgilab ketinglar. Xudo xolasa buni tagigacha boraman. Endi shunaqa holat bo'lyapti, nima qilishga boshim qotib qoldi. Nima maslahat berasizlar meni o'rnimda bo'lganlaringda? Shunaqa noinsof savdogarlarga, nima deydi, giniydi odamlarga, birovni ko'ra olmaydigan. Boshim qotib qoldi. Kommentda birorta fikr yozib boringlarchi, nima qilsam bo'ladi?